Yurtdoshlarimiz o'rtasida jismoniy madaniyatni rivojlantirish, yoshlarni sog'lom va barkamol avlod sifatida voyaga yetishlarini ta'minlash maqsadida sportsevar xalqimizning qiziqishlaridan kelib chiqqan holda davlatimiz rahbarining tashabbuslari bilan sport turlarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilib, jahon miqyosida ijobiy natijalarga erishilmoqda. Bugun Ichki ishlar vazirligida O'zbekiston aralash jang san'atlari assotsiatsiyasining navbatdan tashqari saylov konferensiyasi bo'lib o'tdi. Unda Ichki ishlar vaziri Aziz Toshpo'latov, sport vaziri Adham Ikromov, Milliy olimpiya qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari hamda Osiyo Olimpiya kengashi vitse-prezidenti Otabek Umarov, Milliy olimpiya qo'mitasi bosh kotibi Oybek Qosimov, delegat va sportchilar, shuningdek hududiy ichki ishlar organlari rahbarlari ishtirok etdi. Konferensiyada ikkita asosiy masala ko'rib chiqildi. Dastlab aralash jang san'atlari assotsiatsiyasiga O'zbekiston Pankration va Grappling assotsiatsiyasini birlashtirish ma'qullandi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vaziri Aziz Toshpo'latovning assotsiatsiya raisligiga nomzodi bir ovozdan qo'llab-quvvatlandi. Shundan so'ng Aziz Toshpo'latov davlatimiz rahbari tashabbusi bilan sport sohasidagi yaratilayotgan imkoniyatlardan unumli foydalangan holda kelgusida aralash jang san'atlarini rivojlantirish borasidagi dastur bilan tanishtirib o'tdi. Endilikda ichki ishlar organlari rahbarlari hududlardagi sport boshqarmalari bilan birgalikda ushbu sport turiga qiziqqan yoshlarni aniqlash hamda ularga zaruriy sharoitlarni yaratib berishga mas'ul bo'ladi. Bu borada uyushmagan yoshlarga alohida e'tibor qaratilib, Ichki ishlar vazirligi tasarrufidagi JAR sport sog'lomlashtirish markazida hamda viloyatlardagi sport majmualarida aralash jang san'ati bilan shug'ullanuvchi yoshlar va murabbiylar uchun zaruriy infratuzilma tashkil etiladi. Sportchilar ichki ishlar organlari tizimidagi tibbiyot muassasalarida bepul tibbiy ko'rikdan o'tkaziladi. Xalqaro federatsiyalar bilan hamkorlik borasida muzokaralar olib borilib, hakamlar va murabbiylarning malakasini oshirishga alohida e'tibor qaratiladi. Konferensiyada Ayibxon Rahmatullayev assotsiatsiya raisining birinchi o'rinbosari, Shuhrat Anvarov rais o'rinbosari, Hojiakbar Hakimov bosh kotib, Murodxon To'rayev assotsiatsiya ijrochi direktorligiga bir ovozdan saylandi. Tadbirda shuningdek aralash jang san'ati murabbiylarining sport maktablari bilan hamkorligini yo'lga qo'yish, hududlarda mazkur sport sohasiga sharoitlar yaratish, oktagonlar tashkil etib, o'tkaziladigan musobaqalarda muxlislik klublari faoliyatini yo'lga qo'yish borasida fikrlar bildirildi va tegishli qaror qabul qilindi.